Kaçta ayttık o? Sol kete beradi qanday? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 qan tag'i basaya desirma. Nechadan boshlanadi? 2dan boshlanadi. 2dan boshlanadi. Endi sonni to'p ko'paytirishga ajratish degan kanoid ko'rinishga keltiring deb aytiladi. Kanoid ko'rinish deb aytiladi. Uni Q degan harf bilan belgilab olamiz. Endi uni duo o'zi. Misol uchun 36 degan sonda o'sha 2, 3 degan sonlarga ajratishimiz kerak. Uni qanday ajratamiz? 36 degan son yozamiz. Masalan, mana 36 degan son yozib, qatlamini uzun silkizamiz qanday? Endi shu buni bo'lamiz, maydalaymiz qarashing. Eng birinchi aboysan necha? 2. Birinchi 2 ga bo'lamiz. Bakansa bo'lib ketaveramiz. Qachon 2 ga bo'linmay qoladigan yeri bor-ku. Odan keyin nechaga bo'lasang? 3 ga bo'linmay qolsa, odan keyin 7 ga. Izbek bo'lib boramiz, yaxshimi? Birdan 3 ga bo'lib o'tga bo'lmaydi. Birdan 7 ga bo'lib o'tga bo'lmaydi. Birdan bastan bo'lib boramiz kerak. Necha deb aytganmiz? 2. 36 ni 2 ga bo'lsak, necha chiqadi? 18. So'ng 18 yozasan. Tushundingmi? 18 dan 2 ga bo'linmaydi. Uni yana 2 ga bo'lamiz. 18 2 bo'lsa necha? 9. 9 2 ga bo'linmaydi. Bo'linmaydi ya. 2 dan keyin necha tur bor ekan? 3. 9 ni 3 ga bo'lsak 3. 3 ga bo'lsak 1. Mana bir chiqamaysiz bo'lib qo'rasan. Tushundingmi? Tagini qaraymiz. 2 dan necha bor? Ajamda necha bor? 2 bormi? 2 ning kvadrati 3 dan necha bor? 3 ning kvadrati. No, sonning kanoid ko'rinishi deb aytadi. Yaxshimi? Yeting testda sonning kanoid ko'rinishini tabing sen uyda deb o'tirman. Usiz. Gel shunday. Endi ko'rsing, endi zo'rcha qaysi bo'ladi? Qo'lga ko'rsatib 11. Qara. Do'stga qaraymiz. 36 kubik 16. Nima? O'rta kubik degan ko'rinish bor. Bugun addeniyani yozamiz. Qara. 36 yana yozib qo'ydim. 36 2 ga bo'lasang 18 bo'ladi deb, 2 ga bo'lasang 9 bo'ladi deb, 3 ga bo'lasang 3, 1 bo'ladi demakmi? Aha, 16 dan bo'lib olamiz qolsa. Nechaga bo'lamiz? 2. 2 ga bo'lsak 8. 8 dan nechaga bo'lamiz? 2. 2 ga bo'lsak 4. 4 dan nechaga bo'lamiz yana? 2. 4 2 ga bo'lsak 2. 2 dan 2 ga bo'lsak necha chiqadi? 1. Mana ham bo'lib oldik. Tushundingmi? Endi x'dan o'rtasida nima bor? Ko'paytuv bo'lgan uchun общий sanasak bo'ladi. Qara, sizning ajab qo'ydik, yaxshimi? Bejab qo'ydan qo'shib sanab ketmoqman. 2 dan necha bor? 1, 2, 3, 4, 5 oldi boramizmi? Teng 2 dan 6 bor. Ko'paytuv 3 dan necha bor? 2. 3 dan kvadrat. Tushundingmi? Shazan nuqtada birinchi 2 ni yozasizlar, o'dan 2 yozasizlar. Tushundingmi? Eng ulkan ulug'mi? Bölüşsü. Eng ulkan ulma bölüşüsü. Çünkü eng ulkan ulma bölüşüsü qisqartib belgilab o'tiraveramiz endi. Eng ulkan ulma bölüşüsü desang, qanaqacha o'zbekcha eng katta umumiy bölüşüsü o'sha va o'sha diling. Endi eng kichik ulug'mi yesiligi. Mana basaqning nomini E K O E bo'ladi. Eng kichik ulug'mi yesiligi. Eng katta umumiy yaralisi. Наибольший общий кратный. Nima o'zi degan so'zlar o'zi. Misol uchun X'dan alaylik. 18 ni ishlaydi. Qara. 18 birinchidan, birinchi sinfning duviga. 18 ham chiqmatirib degan X'dan olib. Mana tushuntirmaysiz, yaxshimi? Men tushuntirgan büyük chiqaramiz degan emas. Hozir javob so'may chiqamiz. Hozir duviz degan tushuntiryapmiz. 18 neshiga bo'linadi? Odan oldim. Sonra 2'den almışlar. 1'ge. Aha. Odan keyin 2, odan keyin 3, odan keyin 4'ge bölünmeydi o?
бес алтыға бөлінеді. Одан кейін 9, одан кейін 18. Бұған не 18 жиырма болды не? Жиырма төрт не? 1. Одан кейін 2, 3-ке, 4-ке, 6-ға, 8-ге, 12-ге, 24-ке. Осы салаларға бөлінеді, иә? Енді айдатып қара. Ең үлкен ұлыма нөесі? Бөлігісі. Яқшы, екеуінде бар салалар деп белгілеп шығар. Қайсылар бар? 1 бар, 1 бар, 2 бар, 2 бар, 3 бар, 3 бар, 6 бар, 6 бар, және бар ма? Жоқ. Айдатып қара, ең үлкен ұлыма бөлісі. Осылардың арасындағы ең үлкені қайсы? 6. Демек, ең үлкен ұлыма бөлісі неше меншенің? 18 пен 24-дің шегінен 6-ға. Екеуін бірдей 6 деген санға бөлуге болады да ең үлкен. Түсіндік па? Одан алдынан екеуінде бірдей бөлінеді, 3-ке бөлінеді, 2-ге бөлінеді, 1-ге бөлінеді. Бірақ солардың ішіндегі ең үлкен шегі 6 екен. Түсіндік па? Нөесі екен. Анау соның наоборот қара. Нешені 18-ге бөлуге болады? Біресі өзімен деймін? 18-ді 18-ге бөлуге болады. Одан кейін 36. Мынаны 18-ге бөлуге бола ма? Мынаны 18-ге бөлуге бола ма? 36-тан кейін 36-тан 18 болсын. 54 болсын. 54-тен 18 болса? 7-тен 18 болса? 90. 90-тан 18 болса? 38-тен 18 болса? 126. Және қос 18. Түсіндік па? Қара, мына жерде не? 18-ді бөлуге болатын салар, иә? Мына жерде наоборот 18 бөлінетін салар. Маған 18 бөліне ма? Маған бөліне ма 18-ге? Маған 18-ге бөліне ма? Бөлінеді, иә? Бәрі бөлінеді, иә? Аға, енді 24. Біресі бөлмейді, иә? 24. Еңсі? 48. Одан кейін? 78. Одан кейін? 96. Одан кейін? 130 ба? Одан кейін? 170. 4. Осы салдар бөлінеді, кете береді до конца? Кете береді. Оған кете береді, оған кете береді. Енді, екеуінде бар салдар қайсы? Қара, бірден неу бар? Бар ма өзі? Сөйтіп бір соқтат па, иә? И дальше мына болуы мүмкін ғой? Соның үшін айтып қара. Неуе? Ең кіші ұлыма еселігі. Ең кішкентай нешеден басталады екен? 72. Ең кіші ұлыма еселігі нешемен нешені? 18 пен 24-дің нешеден екен? 72 тең екен. Түсіндік па? Енді бай будущий бүйтіп қашан тауып отырамыз деген деген. Енді бүйтіп тауып отырмаймыз. Бұның аңсат ұшуы бар. Неуені тауып отырғанды түсіндіру үшін айттым просто. Түсіндік па? Енді оны қалай сапаймыз? Аңсат болып қалай сапаймыз? Мысалы үшін 18 пен 24 деген екі санды жазып алдық, иә? Сөйтіп анағып сынсыздан жағдай болды. Ал қойсаң нешеден басталады дедік? 2. Сол 2-ге бөлеміз. 2-ге бөлсең неше болады? 9. 2-ге бөле ма? 3-ге бөлеміз? 3-ге. 3-ге бөлсек? 3. 3-ге бөлсек? 1. Түсініп көтсіңіз ба? 24 нешеге бөлеміз? 2-ге бөлеміз. Неше болады? 2-ге бөлеміз. 2-ге бөлеміз. 3. 1 емес па? Қарап. Енді біздіге керек, қызықсат, сызып көріп тұрсыз қояйық. Соның ажақ бәте ашма. Әтібардың бәрі сұсықтың ажағында салады тұрсын. Екі жақта бірден нөй бар. Екі бар, иә? Біреу-біреудің аласында. Біреу, мына, біреу ма? Және 3 бар, ашма? Және екеуін бірдей қойдай доңылға тұстамай. Біреу мынақта, біреу мынақта болу керек. Кеп қолың деген дейді. Түсінік па? Енді, ең үлкен ұлыға бөлісін тауатын болса, мына екіден екеуін жұбат қояр, бір жұбын алып жазамыз деген. Түсінік па? Мына, сіздерге қойын. Екеуден тек біреуі түседі. Екі жұптан бір жұптын аламыз. Түсінік па? Көбейту және не бар? 3.
Bir üçten alamiz. Necha bo'ladi? Olti. Ko'paytib. Bag'ana necha chiqdi? So'san chiqma. Tushunib tushunmayapman. X sondan birini olamiz. Endi eng kichik umma yeseligini topadigan bo'lsa, eng kichik umma yeseligini top. Munosabati so'rasa bor-ku, munosabati so'rasa. Birinchi bo'lib munosabati topib olish kerak. Yukubni topib olish kerak. Yukub bizni topib oldik, yukub bizni necha chiqdi bizga? 6 so'm 6 bunaqa yoziladi bizda. Ko'paytib bo'ladi, bu yoqda qilib qo'ygan sana bor-ku bani. O'sha qilib qo'ydi. 3 qoldi, bu yoqda 2 qoldi, bu yoqda 2 qoldi. Shularni ko'paytamiz. 6 ko'cha 18, 18 ko'cha 2, 36, 36 ko'cha 2. Ma'noda 7 chiqib keladi. Tushunib tushunmayapman. Qara, qaytadan aytaman. Yukubni topadigan bo'lsa, eng kichik umma yeseligini topadigan bo'lsa, manani обязательно topib olamiz. И odan keyin najga yozamiz. Qashma? Bir hisoblarda manani so'rab qolindi tek. Bir hisoblarda manani so'rab qolindi. Tushunibmi? Manani so'rasa tek manani topib ketsa, qo'ygan, jere manani topib ketib qolmadi. Tushunibmi? So'rab borma. Men deyman, bir desam bo'lmay qolsa deymiz. Ne? So'rsin, 14 bilan 15. Nechaga bo'lamiz? Aha, necha bo'ladi? 7. 1 desam bormi? Yo'q, bir desam bo'lmay qolsa, eng ulkan bo'lma bo'lgisi birga teng bo'ladi. Yugurdi birga bo'laydi, undan birga bo'laman. Undan birga bo'laman. Aha, eng kichik umma yeseligi qapqonsan bari o'tdi. Nan. 2 ko'ydi, 7 ko'ydi, 3 ko'ydi, 5. Tushunibmi? 10 210 bo'lma. Tushunibmi? Altının x'i birinchi hisobni tushundiraman. Eng kichik umma bo'lgisi nechaning 6 bilan 8 ni topish kerak. Uni qalay topamiz? 6 bilan 8 yozamiz. Aha. Nechaga bo'lamiz? 2 постоянно birinchi 2 bo'lib beramiz. 2 bo'linmasa 3 ga bo'linmasa 2 bo'linmaganda 4 ga bo'linmaydi. Qara, 6 2 o'lchak necha bo'ladi? 3. 3 3 ga bo'lsak 1. 1 shamanach bo'lib olamiz. 8 ni 2 ga bo'lsak 4. 4 ni 2 ga bo'lsak 2. 2 ni 2 ga bo'lsak 1. Tushunib tushunmayapman? O'ylab olamiz. Endi 2 o'nda birning nima bor? 2 degan san bormi? 2 degan san bor. Boshqa bormi? Yo'q. 2 tomoqlagandan sandan, 2 sandan necha o'njadamiz? 1 o'njadamiz. 2 1 jup bo'lib ketadi, yaxshimi? 1 jup bo'lib. Qanday ham qo'ying? Mana deb turib yozish kerak. Tushunib qo'ying. 2 degan javob bormi? Bo'ldi. Keyingi 11. Yekub, necha men ishini? 25 bilan 9. 25 bilan 9. 25 da yozib olamiz. Nechaga bo'lyapti 25 ni? 2 bilan 3 ga bo'linmaydi. 5 ga bo'lamiz. 25 5 ga bo'lsa necha bo'ladi? 5 1 9 9 2 ga bo'laman. 3 ga bo'lamiz. Necha bo'ladi? 3 1 bo'ladi. Bir desam bormi? Bir desam bo'lmasa nechaga teng bo'ladi? 1 ga teng bo'ladi. Yigunda normal qilib inson yo'qda. Tushunibmi? Aha. Shunga bir hisob qaraymiz do'stlar. Yekub basın doğumuydu 6 ve 18 gün. Aha. 6 yazamız, 18 yazamız. 6 2 bölçek. 3 birimiz var. 18 2 bölçek. 9 3 bölçek. 3 1. Bir de nüve var. 3 var. Tek bir şık var mı? Başka yok ya. 2 şıktan neçe öndeyeceğiz? 1 öndeyeceğiz. Bu kadar. 2 var mı? Hayır, 2 de öyle. Aynen öyle durumu. 2 var mı? Ko'paytib 2 teng necha bo'ladi ekan? 6. Shuni qo'yib 41. Yekub endi, mana. Yekub qaytamiz. 6 men 8. Tak.
6 men 8'i yazamiz. 2 bölçek necha bo'ladi? 3 3 1. 8 2 bölçek necha bo'ladi? 4 2 bölçek 2 2 1. Bir tiyin yo'q bor. 2 bor. 2 bor. Boshqa bormi? Yo'q. Biz endi nima so'rayapmiz? 2 budan nima topamiz? 1 ni topamiz. 2 Aslında 2 1 ni topib shart, yaxshimi? 2 1 ni topib bo'lsa, 2 tadan nima olamiz? 1 va 2 dan 1 olamiz mana. O'sha shartga olib 2. Endi 2 ta topib vaqtda ne qilamiz? Mana 2 1 ni yozib necha bo'ldi? 2 ko'paytu, yoqdagi qaysilar? 3 2 2 Shuni qo'yib, boshqa bir desani tavib, bir desani bor ekanini bilib olib, 2 bo'lsin tavib turib, keyin nima qilamiz? Buna 2. Boshqa hesab qil. 2 Endi ular vaqtda to'yini qarang. Bir aytib ko'ramiz-a? Agar tushunsangiz keyin hisobga o'tamiz. 2 degan shunday hisob. Qarang. Nonchi. Shima 4 bo'linma aldiga. Shima 4 bo'linma 8 ga. Siz shunday san o'ylab tap, so'sani 4 ga 9 ga bo'lsin. Ishi. 36. 2 degan bu mana. Tushunmayapsizmi? 4 ga 9 ga bo'linadigan eng kichkina san. Misol uchun 72 ga bo'linadi tursiz. Biroq biz eng kichkinani olamiz. Tushunibmi? Bo'lmasa ne qilasiz? 4 ga bo'lasang 2 2 2 2 1 bo'ladi. 9 ga bo'lasang 3 3 1 bo'ladi. Bir desan yo'q. Eng ulkan bo'lma bo'lsa 1 ga 1 ga 2 shu umuman yesaga 2 ga 1 ko'paytirib nega 2 ko'ydi 2 ko'ydi 3 ko'ydi 3 teng bo'lgan 36. Shuni qo'ying. 4 ga 9 ga bo'linadigan san topamiz kerak. Natural bölüşler sana degan zatlarda bu oddiy bir formulani jasab tushunishimiz kerak. Qara, yana buni qisqartirib NBS deb qo'yamiz. NBS degan natural bölüşler sana. Natural degan nima edi? Kichkina masalada, kichkina masalada birday masala. Birday masala sanaymiz-ku. Qara. Natural bölüşler sani degan formulamiz mana bu. X plus 1, Y plus 1, Z plus 1, ham hammasi ketaveradi. Bu yerdagi X, Y, Z degan nima degan so'rovga kelib qolmoqda. X, Y, Z degan bu stepen, ya'ni daraja. Sanning darajasi. Qandaydir bir san beriladi, ma'noday. Misol uchun 36, 48 degan san beriladi. Shu 48 ham 36 degan sanning qanoat ko'rinishga adib bo'lgandan keyingi darajaga. Yaxshi. Bu hisobning o'zi ne uchun kerak ekan ba'zida tushunib olaylik. Qara. 36 neshiga bo'linadi dedik? 2 ga endi bir kun kelamiz. 1 Odan keyin 2 3 4 5 6 8 9 16 degan sanimiz 1 ga bo'linadi, 2 ga bo'linadi, 3 ga 4 ga 6 9 12 18 36 bo'ladi. 2 qism bor. 3 4 5 6 7 8 9 9 sanga bo'linmagan 9 shtuk sanga. Endi bizlar buni qaytib bildik, mana bu yozib oldik ham maydalab. Usuna shu maydalab yozib o'tirmay birdan to'g'ri formulalarda ol qanday degan bo'lsangiz, qarang. 36 degan sanni yozib olib, mana bunday qanoat ko'rishga ajratib olamiz. Ishiga bo'lamiz. 2 bo'lsa necha bo'ladi? 2 bo'lsa 3 bo'lsa 3 bilamizmi? 2 necha bor? 2 bor. Qo'y degan mana aytmoq, qo'y degan qanday ko'rsatadi? Qanoat ko'rsatadi. Ishiga bor? 2 bor. 3 dan shu 2 bor. Alma X, Y, Z degan nima dedim ma'lum? Daraja. Mana darajalar necha? 2 bilan 2. NBS
Teng, qo'shilma. Mana bir bor bu formulada qatib qolgan bir yaxshimi? Постоянно birda qo'shilsa. Nima qaraysiz-chi? 2 so'm jazoman degimda. 2 jazoman. Qo'shuv deyman. Nishin jazoman? Qaqay potna bir? Formula. No, o'rta ko'paytirish. Qo'shilma. Nima qaraysiz-chi? 2. Qo'shuv deyman nishin jazoman? 1 jazoman. Bo'lgani. 2 bir do'stlar? 3. Ko'paytirib 3 teng shu bo'lgan? 9. 3 chiqsanga bo'layotgan? 9. Mana da 9 chiqmadi. Tushunibmi? Tushunibmi? 3 qara. 128 ni necha sanga bo'layotgan tov deydi-da. Ne qilamiz? Sanoat ko'rishga keltiramiz. 128 necha bo'lasang? 2 biz necha bo'ladi? 64. Ha, 2 bo'lsak. 2 bo'lsak. 2 bo'lsak. 2 bo'lsak. 2 bo'lsak. 2 bo'lsak. 2 dan necha bo'ladi? 8 bor ya? Qancha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 emas bor. Siz yana olsa 2 dan necha bor? 7 bor. P teng 2 necha darajasi? 70 darajasi. Tak. Natural bo'lishi soni teng. Nima? Daraja 1 bo'lgan necha bosma bo'ladi? 1 bosma bo'ladi. Nima necha daraja bor? 2 daraja bor, 2 bosma bo'ladi. Tak. Natural bo'lishi soni stopga 7 plus necha? Bundan bir qancha qoldi? Olmadı. Şekilde burada olsan 8. Buluşma 8 sana böyle 8 küçük sana böyle değil. Şunu koy. Давай. Bolçek. Drop. İki. Sağlar da çok böyle de vakit komple zaman. Sağlar. Dört toparma böyle de. Natural. Dön. Rasyonel. İyi irrasyonel ne? Главное, что я лоб и переклад. Так, натурал салат деген нешеден басталады деді? Бірден бастап нешеге дейін? Шексіздікке шейін давам етеді деді. Бірден, 1, 2, 3. Кете беретін еді? Күн салдар? Ортада 0 тұрады. -1, 1, 2, -2, -3 деген салдар. Түн салдар 7, ya? Aha, rad bugungi o'tganimiz ya'ni hozirgi kelgan temamiz ratsional sonlar. Ratsional sonlarga bo'lchak sonlar ham kiradi, tutunish sonlar ham kiradi, natural sonlar ham kiradi. Bo'lchak degani qanday? Misol uchun 3 bo'lingan 7 degan sonlar bo'lchak sonlar. Misol uchun 0.5 degandan o'tyapmiz misol uchun 8 temada. -3, 2, 0 degan narsalarning barlig'i ratsional sonlar kiradi. Ratsional sonlarga qo'shimcha bo'lchak sonlar kiradi. Tushunibmi? Bo'lchak, drop. Bugungi o'tgan temamizda sol bo'lchak. Bo'lchak deganda o'rnidan misol uchun o'mirdan belgili aynan misol uchun qisqasida baratlar, matematika. Ali deydi, mana narda 4 ga bo'ldi, shu 4 dan 1 bo'lagini jeb qo'ydi deydi-ku. Necha bo'lag qoldi? Necha bo'lag qoladi? 3. Necha bo'lag edi u? 4. 4 dan 3 bo'lagiga qoldi degan bo'lchak. Tushundingmi? Endi bo'lchaklarning 3 turi bor. Bo'lchaklarning 3 turi bor. Aqlarida endi. Birinchisi durust bo'lchak. Durust. Bo'lchak. Ikkinchisi nodurust bo'lchak. Bo'lchak. Uchinchisi aralas. Bo'lchak. Nodurust bo'lchak, qat'iy bo'lchak degan gapcha yaxshimi? Qat'iy bo'lchak bo'lmaydi, nodurust bo'lchak bo'ladi. Durust, nodurust, out. To'g'ri deyapsizmi? Nodurustda bo'ladi. Durust bo'lchak deganimiz, durust bo'lchak. Bo'lchak deganimiz A bo'lingan B ko'rinishida keladi. Bundan A deb olmaysan bo'ladi. A degan bo'lchakda alimi deb aytadi. Bu deganimiz bo'limi. O'zbekcha mahraji usti surati bo'ladi. Surati. Mahraji surati bo'ladi. Dastur. Bo'limi alimi. Endi durust bo'lchak deganimiz, o'zingizga oldinga. Durust bo'lchak. Durust bo'lchak deganimiz A bo'lingan B ko'rinishida bo'lib, A degan soni ustungi soni, astingi sondan ne bo'lishi kerak? Kichkintoy bo'lishi kerak.
Misal uchun 3 bölüngen 7 qanday bo'lsa ekan? Durs bo'lsa ekan. 4 bölüngen 8 qanday bo'lsa ekan? Durs bo'lsa ekan. 6 bölüngen 9 qanday bo'lsa ekan? Durs bo'lsa ekan. Tushunibmi? Deginsin, nadrus bo'lsa qanday bo'ladi? A'dan 9'dan 6 durs bo'lsa bu asli birinchi 6'dan 9 bo'ladi. Nadrus bo'lsa A bölüngen B bo'lib, bu da A ulkan bo'ladi nimadan? Budan. Misal uchun 3'dan 7 yamasa 7 bölüp 3'ten 10 etsang bo'ladi, sana. 8 bölüp 5 deb. 9 bölüp 6 degan sonlar sol nadrus bo'lchaklar aytiladi ekan. Endi aralash bo'lchak aralash bo'lchak S-dan B-dan A degan konsept aytiladi. Bu da A kishi bo'ladi B-dan. Misal uchun 3'dan 2'dan 1, 7'dan 4'dan 3 degan bo'lchaklar aralash bo'lchak ekan. Tushunibmi? Bo'lchaklarda qisqartuv degan zat borda. Qisqartuv degani aslan ustidan bir songa bo'luv degan. Misal uchun 6 bölüngen 9. Bo'lchakda qisqartuv kerak. Aslan ustidan bir songa bo'luv kerak. Nishiga bo'lamiz? 3ga. 6 ni 3ga bo'lsang nishi bo'ladi? 7 bo'ladi. 9 3ga bo'lsa 3 bo'ladi. 2 bölüngen 3 bo'ladi. Tushunibmi? Bo'lgandan keyin qolgan son yozamiz. Bo'lganda da ustin nishiga bo'lsak, astdan so'g'in bo'lamiz. Tushunibmi? Misol uchun 7 bölüngen 14 nishiga bo'linadi? 7 ga bo'linadi. 7 ga. Mana 7 ga bo'lsa nishi bo'ladi? 14 7 ga bo'lsa 1 bölüngen 2 bo'ladi. 12 bölüngen 24 nichiga bo'ladi? 2 ga bo'lib turibdi, pastda 2. 12 ni 2 bo'lsa nishi bo'ladi? 6. 24 2 bo'lsa 2. 6 bölü 12 yazarız bunda. Tushunibmi? Yana 2 bo'laylik. 2 bo'lsa nishi bo'ladi? 3. 2 bo'lsa 6. 3 bölüngen 6. Yana bo'laylik. Nichiga bo'ladi? 3 ga. 1 bo'ladimi mana? 2. 1 bölüngen ne bo'lar ekan? 2. SBS maydalab qo'yib baraveramiz. Tushunibmi? Bo'lmay qolaman degan so'zni ishlagan. 13 bölüngen 26 nichiga bo'ladi? Nichiga bo'ladi? 13 ga bo'lsa nichi bo'ladi? 26 13 ga bo'lsa 2. 1 bölüngen 2. Yana bir marta aytaman. Bo'lgandan keyin qolgan sonni yozamiz, yaxshimi? Birovlar bardan misol shunday 15 bölüngen 20 bo'lsa, ustin 5 ga bo'lib 3 deydi, asli 4 ga bo'lib 5 deydi. Aslan ustidan bir songa bo'luv kerak. Sen nishiga bo'lib atsang 15 nishiga bo'lib 5 ga. 15 ni 5 ga bo'lsa nishi qoladi? 3 qoladi. 20 ni nishiga bo'luv kerak? 5 ga. 5 ga bo'lsa nishi bo'ladi? 4. 3 bölüngen 4. Tushunibmi? Asli ustidan bir songa bo'luwimiz shart. Endi